Ukam menga o'shalarimdan dachaga chiqish o'mta cho'tki mashina ko'rsatgan o'sha hoji aka mana bugungi sotuvimizda 2017-yilda ishlab chiqarilgan Arlon mashinamiz bugun sotuvga chiqdi. Mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalar absolutniy top-toza. Ko'rib turganingda mashina chiroyli holatda bo'lib turibdi. Mashina olgandan keyin okalar bilasizlar 4 ta yumshoq bolon to'qish kerak bo'ladi. Bizda unaqa muammolar yo'q. Mashinamizga 4 ta yumshoq bolonlardan to'qib qo'yilgan. Hop, siz rasvot o'ylamasligingiz uchun mashinamizga gaz usturovkalarni ham qilib qo'yilgan. Mashinamiz yon qismlari ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Ichki salonlari ham mana sidinalari ham chiroyli holatda turibdi. Bosib o'tgan masofalari 76 ming kilometr yurgan o'ziniki. Aytishinglar mumkin okalar, salonlari o'sha o'zini zavodga salaponlanib turgan bo'lishi mumkin deyishinglar mumkin okalar. Mana luklari ham bor. Biz mashinani boshqani olib kelamiz. O'shaning uchun mashina yo'llari ham qirilib ketmasligi uchun salafonlari ham turadi. Hop, mashinamiz okalar 7 kishilik, orqa o'rindiqlari ham ko'p turadi, chiroyli holatda turibdi. Orqa taraflari o'shalarningiz bilan to'g'ri chiqishi zo'r variant. Bitta shunaqasidan bosib olsangiz yaxshi bo'ladi. Bu mashinamizni o'ziga qaragandan keyin narxi unaqa qimmat emas. Narxi keladigan bo'lsa 15 ming dollarga baraka qilsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Yana shunga o'xshash mashinani o'tkazib yubormaysiz. Mashina mustalamdan. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Tracker 2 ni chiroyli holatdagidan qidirib yurgan mijozlarimiz uchun ushbu trackerni tavsiya qilamiz okalar. Mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan Premier Plus. Mashinamizga navortlarga keladigan bo'lsa okalar, oldilariga chiroyli qilib abrosovkalardan ustunovka qilib qo'yilgan ekan. Hop, to'rttalar yumshoq bolonlar to'qib qo'yilgan, luklarga ham setkalardan to'qib qo'yilgan ekan. Hop, paroglar ustunovka qilingan okalar, to'rttalar eshik shumka bo'lgan. Mashinamiz salonlari ham ko'rib turgan edi okalar, dog' bo'lib ketmasligi uchun nakitkalardan ham ustunovka qilib qo'yilgan ekan. Bosib o'tgan masofalar okalar 22 ming kilometr yurgan. Mashinamizda okalar rul isitish, avtoparkovka, klimat kontrol, cruise kontrol hamma narsasi bor okalar. Mashinamiz full PS'da. Mana panoramaliklari ham okalar ishlab turibdi. Hop, salon laminatsiyalari ham bo'lgan ekan okalar. Premier bilan Premier Plusdan nima farqlar bo'ladi deydigan bo'lsam okalar, Premier Plusda orqa sidinalari ham siyda, qish kuni ham mazza qilib yuraverasizlar. Orqa taraflari ham ko'rib turganingda mashinamizning chiroyli holatda turibdi. Mashinamizga hali gaz ustunovkalari bo'lmagan, mashinamiz hozir benzindan harakatlangan. Narxi keladigan bo'lsa, okalar 18800 dollar ozmoz barakasiga o'tib beriladigan joyi bor. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar, mashina mustalamdan. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Navbatdagi video obzorimizda 2015-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi paysa Cobalt mashinamiz okalar bugun sotuvga chiqdi. Mashinamiz ko'rib turganingda chiroyli holatda turibdi. Kraskasi qayerda deydigan bo'lsa, okalar absolutniy top-toza. Hop, qish kundan mazza qilib yurishingiz uchun to'rttalam shu archa bolonlardan to'qib qo'yilgan. Mashinamizning yon qismlari ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Salon holatlari ham okalar ko'rib turganingda mashinamiz sidinalarga hali narsa to'kilib dog' bo'lib ketgan joylar yo'q. Torpedalari ham matviy holatda turibdi. Bosib o'tgan masofalar okalar 168 ming kilometr yurgan. Mashinamizga gaz ustunovkalari ham bo'lgan. Qish kuni ham mashina benzinga ham harakatlanaveradi. Orqa taraflari ham ko'rib turganingda chiroyli holatda bo'lib turibdi. Mashinamiz narxi keladigan bo'lsa okalar, olib mazza qilib haydashingiz uchun 8800 dollar ozmoz barakasiga o'tib beriladigan joyi bor. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Bu yoqda ham trackerni keyingi postda obzorini chiqaramiz. Mashina mustalamdan.